Umidjon, Labbay aka. mana shu tabobat sohasini boshlaganingga salkam 20 yil bo'lib qoldi. Xudo xolisa. Butun O'zbekistonni mana bu hozirgi tabiblik qilayotgan, shularning ustozi bo'lib qolding. Inshaalloh. Tan olishsin, mana ko'p negativ yozganlarni kuzataman. Bular hammasi hozirda o'sha tabiblik qilayotganlar. Lekin bularga sen ustozlik qilayotganini ular o'zi yaxshi biladi. Nasib. Nasib, baraka top, yana to'xtab qolma. Yangilik qil. Mana bu qo'lingdagi mahsulotlarning eng zo'ri faqat senda bo'ladi. Chunki hammasini bitta-bitta solasan. Bu o'sha vulqon. Originali, haqiqiysi bu bizlarda. Bu o'sha resbiyani ketmon uchmaydi-ku. Ketmonni zo'r uchiradigan narsa. Meniki ham uchadi, hammaniki uchadi ketmon, xudo xolisa. Ketmonga juda kuchli narsa. Mana bu dodalaring seni duo qiladigan mahsulot. Ayniqsa kechalari g'izza prostata bo'lib 5 mahal tualetga chiqayotganlarga, endi u narsani qiyin joyi yo'q. Baraka top, mana o'sha sidr yamani asalni originalni haqiqiy yamandikini olib kelib qo'ydik. Mana ko'p joylarda 1.600.000 deydi, 2 million deydi, zo'r narxlarda qo'yib qo'ydikmi? Sababi sidr asali haqiqatda zo'r asal bo'ladi. Buni juda ham arzon narxlarda qo'ydik. Kelib olib yeysin, faqat seni duo qilsin. Asalari sut qo'shtirib olsangiz, buni hissasi 2 hissa ko'payadi foydasi, xudo xolisa. Bu asalari sutidan ko'ra yana ozini yonigachi bir choy qoshiq yatirishingda yana qo'shib bersang, xurmo changini ozgina qo'shib beradigan bo'lsang, seni haqqingga inshaalloh hoji dodang 100 ga kirguncha duo qiladi. Quvvatiga juda ko'plab ibodatlarni amalga oshirsangiz bo'ladi inshaalloh, zerikmang. Ayniqsa mana bu hozir haj sezoni boshlanyapti inshaalloh. Hajga ketayotganlarda hammasiga bitta mana shundan tavsiya qilib berishimiz kerak. Yaqin qarindoshingiz hajga ketayotgan bo'lsa, okajon buni videoda jo'natib qo'ying, bilsin, ko'rsin. Mana bu simala choyimizdan xolisam hozir o'zimga tayyorlab olgandim, mana eribdi. Bismillah, mana 5 minut teriydi. Sen ichkin, buni men tarkibini aytib turaman, nimaga foydaliligini. Bu suyak og'riq, suyak yemirilish, kam quvvatlarga juda ham eng zo'r foydali mahsulot. Buni oladi, 2 donasini bir stakan suvga eritib, xuddi Umidjondek o'tirgan holatda ichib olasiz. Ovqatdan keyin faqat ichganda maza qiladi. Bu beldagi grijalarda, oyoq og'riqlarda, suyak yemirilishlarda eng zo'r tez tuzatadigan narsa. Mana ko'pchilik olib ichyapti, sana haqqingga duo qilgan imminni oldinga kelyapti. Tanadagi yallig'lanishlar bormi, qon aylanishlari bormi? Bu sizga shunaqa dadillik beradiki, yurib, turib bemalol harakat qila olasiz. Harakat cheklovini kamaytiradi. Kerak bo'lsa, bu narsani ichganlarda g'ayrat, shijoat 2 hissa oshadi. Sababi sizning suyingizdagi yig'ilgan tuzlarni, yallig'lanishlarni hammasini ketkazadi. Ayniqsa ko'pchilikning tizzasida mana shu hodisa ketyapti. Bu narsa o'zi juda ko'plab klientlarimizga ijobiy ta'sirini ko'rsatyapti. Birinchi o'rinda inshaalloh. Inshaalloh Safar Qosimov hajga ketyapsizmi, dodam olib keting, ikkita ichib yuring. Bemalol haj amallarini yengil bajarasiz. Qiynalmas. Ayniqsa o'zi mana ko'rsatyapti Instagramlarda. Oldin bilmasdik, masalan, o'sha ibodatni hisoblab 41 kilometr yoki 45 kilometr peshkom yurar ekan deyapti. Ko'p dodalari masalan qiynaladi. Misol обязательно bilasan 50-60 yoshdan keyin misol ketyapti ko'p odamlar. Mana shu yosh katta odamlarni jonni kirgizadi. Maza qiladi, yeydi, ichadi, buni kayfiyat ko'tarib zo'r ibodatlarni inshaalloh bekami kurs, hatto kamchiliklarsiz ibodat qilib ketadi. Inshaalloh bizlarga ham nasib qilsin, borib haj amallarini qilishlikni, bajarishlikni, hamma bandalarni Alloh chaqirsin baytiga. Xudo xolasa sen bilan biz xizmat qilib charchamaylik. Xudo xolasa. Kutib qolamiz. Bu faqat Qatortol Optik bozorda. Master Suxovich magazinda. Ko'p odam qayerda deb adres so'raydi-ku uchun. Videoda oxirigacha ko'rsa, har safar adres aytiladi. Xuddi shunday. Tushundingmi? Videoni oxirigacha ko'ring, o'zingiz uchun xulosa chiqaring. Tabiiylik, inson salomatligi 3 kun tugal bitmas boylik hisoblanadi. Qadriga yetish nasib qilsin hammaga. Amin. Kelasiz, kelganda mana o'zingiz uchun sovg'a salomlardan olasizmi? Maza qilib yeb yuraman deysizmi? Yuzga mana bu darmon dori, tabiiy mahsulotlardan oling. Umidjonga o'xshab yeng. Nima uchun? Xudo xolisa.